O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaliguvchi A Aqhon. Jannat ahlining ichimligi. Jannat ahlining ne'matining to'liq bo'lganligining jumlasidan ularning eg'izlari va qo'rsaqlarining baharman bo'lish uchun ichimliklarining lazzatli bo'lishidir. Kimki yemek yesa bu yemekning huzurini taxmi ziyoda qilishi va gelini namdishi uchun lazzatli ichimlikka muhtoj bo'ladi. Alloh taolo jannat ahlining ichimliklarini sifatlab berdi va bandalarni uninga qiziqtirdi. Undaqda jannat ahlining ichimligi nima? Bu ichimliklarga nima aralashtirildi? Ularning qachonlari qandoq bo'ladi? Parvardigorimizning bizga rahim qilganligining jumlasidan bizga kitobi Qur'onda jannat ahlining qandoq ichadiganligi va nima ichadiganligini sifatlab berdi. Haq taolo aytadi: Haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylarga eqitib bora oladi. Inson surasi 5-6 oyatlar. Ya'ni Allohga itoatmand bandalar jannatda kafir aralashtirilgan ichimlik ichidi. Bu bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning taqvodor bandalari ichidi. Ular jannatlarda ne'matga sazovor bo'ladi. O'zlari xohlagan joyda, xohlagan vaqtda qasrlarida, so'rinlarida va o'stanlarda ichalaydi. U buloqni ular xohlagan joyga eqitib apara oladi. Xuddi bir odam o'standan suvni o'zi xohlagan joyga boshlab apara olgandek, jannat ahli o'zlari suvni etildirib chiqaradi. Xolisi yana suvni o'zlari xohlagan joyga boshlab apara oladi. Haq taolo aytadi: Ular yana jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan sug'uriladi. Jannatda salsabil deb ataladigan bir buloqmi bor. İnson surasi 17-18 oyatlar. Ya'ni salihlar jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan sug'uriladi. Ularning ichimligiga bir qatim zanjibil aralashtiriladi, ya'ni bir qatim kafir aralashtiriladi. Kafir bo'lsa so'g'uqdir, zanjibil bo'lsa issiqdir. Ya'ni jannat ahli jamda zanjibil aralashtirilgan jannatning maylarini ichidi. Arablar zanjibil aralashtirilgan ichimlikning puruqining xushpuroq bo'lganligi uchun uni bak yaxshi ko'radi. Arab tilidagi salsabil degan kalima shirin ichimlik degan ma'noni bildiradi. Jannatning ichimligining aralashmasi. Jannat ahlining ichimligiga kafir va zanjibildan iborat ikki narsa aralashtiriladi. Kafirning aralashtirilishi uning tabiatining so'g'uq va puruqining xushpuroq bo'lganligi uchun bo'lsa, zanjibilning aralashtirilishi uning tabiatining issiq va puruqining xushpuroq bo'lganligi uchundir. Ularning ichimligi pokdir. Haq taolo aytadi: Parvardigori ularni pok sharob bilan sug'uradi. İnson surasi 21-oyat. Shundoq, Parvardigori ularni intayin pok ichimlik bilan sug'uradi. Bu ichimlik uni ichgan kishining ichini hasad, o'chmanlik va nachar illatlardan pokizlaydi. Bu ichimlikni ichgan kishi eng to'liq va eng pok bo'lgan lazzatni his qiladiganlik uchun Alloh taolo bu ichimlikni pok ichimlik deb sifatladi. Bu ichimlik dunyoning haroqlariga o'xshash puruq, sesiq, najis emasdir. Abdullah radhiyallohu anhu aytadi: Ayoli bilan o'ltirgan jannat ahlidan bo'lgan bir kishining yoniga jamda may elib kelinadi. O kishi bu maydan ichidi. Andin ayoliga burilib qarab, "Sen mening ko'zimga 70 hasi go'zal ko'rinding" deydi. Abu Umama radhiyallohu anhu aytadi: Haqiqatan jannatdagi kishi jannatning ichimliklaridan bir ichimlikni ko'ngli tarsa, bir ivriq kelib uning qo'liga tushidi. O kishi bu ivriqdan ichidi. Undan keyin bu ivriq o'z o'rniga qaytadi. Bu ichimlik jannatning buloqlaridan chiqadi. Undaqda jannatning buloqlari qandoq? Uning lazzatichi. Jannatning buloqlari. Jannatda go'zallikning to'liq bo'lganligining qatoridan Alloh taolo jannatda o'stanlarni va buloqlarni paydo qilganligidir. Bu o'stanlar va buloqlardan turlik va eng lazzatli ichimliklar etilib chiqadi. Alloh taolo jannatning buloqlaridan xabar berib aytadi: Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog' bo'stonlaridan suv, asal va may eqib turadigan buloqlardan bahramand bo'ladi. Hijr surasi 45-oyat. Ya'ni ular ostidan o'stanlar eqib turadigan bo'stonlarda bo'ladi. Zamin buloqlarni etildirib chiqaradi. Bu buloqlarning suvi eng shirin va eng pokdir. Alloh taolo kitobi Qur'onda ko'p o'rinlarda bandalarni qiziqtirib, bu buloqlarni zikr qilgan. Shubhasizki taqvodorlar jannatlarda va eqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Ular Parvardigori ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qilguvchilar edi. Ular kechasi oz uxlaydi.
Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Ularning pul-mollarida saillar va iffatligidan saillik qilmaydigan muhtojlar huquqi ega edi. Ya'ni ular saillarga va muhtojlarga sadaqa qiladi. Zariyat surasi 15-oyatdan 19-oyatlargacha. Salsabil buloqi. Alloh taolo bu buloqlarning ba'zilarining ismlarini bizga xabar berdi. Jannatda salsabil deb ataladigan bir buloqmi bor? Inson surasi 18-oyat. Salsabil bo'lsa, suvning davomliq va ravon eqishini ko'rsatadi. Alloh taolo yana aytadi: "U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylarga eqitib bora oladi." Inson surasi 6-oyat. Bu buloqlar o'stanglar bo'lib oqadi. Uning suvi bak shirindir. Ne'mat. Jannatning ichimligining pokligining jumlasidan uningga erishishning osonligi va uning turlarining ta'mining har xil ekanligidir. Jannatning o'stanglari. Jannatda ko'p o'stanlar bor bo'lib, Alloh taolo bu o'stanlarni sifatlab berdi va bandalarni uningga qiziqtirdi. Bu o'stanlarni ko'rish bilan ko'zlar huzurlandi. Uningdan suv ichish bilan og'izlar lazzatlanadi. Qalblar uningdan baharlandi. Undaqda bu o'stanlarning turlari qaysilar? Uning ranglari qaysilar? Uning ismlari qaysilar? Haq Taala aytadi: "Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergan. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burun dunyoda rizqlantirilgan edik" deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pak juftilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Baqara surasi 25-oyat. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu-zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pak juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Alloh bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turuvchidir. Al-Imron surasi 15-oyat. U haqiqiy o'stanlar bo'lib, ularning qasrlarining ostidan oqadi, xonalarning orasidan eqib o'tadi va ularning bo'stonlarini to'shqizadi. Iqin suv. Haq Taala aytadi: "Ular sidri daraxtlaridan sanjoq-sanjoq bo'lib ketgan banan daraxtlaridan, hamisha turadigan soyidan, eqib turgan suvdan, tugamaydigan va cheklanmaydigan mevalardan, egiz, yumshoq to'shaklardan baharman bo'ladi." Voqea surasi 28-oyatdan 34-oyatlargacha. Ya'ni u iriqlar bilan oqadigan yoki atrofi qo'shilib ko'l bo'ladigan o'stanlar bo'lmasdan, balki tuz zaminning ustida oqadigan o'stanlardir. O'stanlarning turlari. Jannatning o'stanlari turlik bo'lib, bu haqda Alloh taolo aytadi: "Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanlar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanlar, ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan o'stanlar va sap hasaldan o'stanlar bo'ladi. Ularga jannatda baharman bo'ladigan turlik mevalar bo'ladi va Parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi." Mundaq taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan, qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylar pari-pari qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Muhammad surasi 15-oyat. Alloh taolo bu 4 turni zikr qildi va har biridan uning buzilib qolishiga sababchi bo'ladigan ofatlarni yo'q qildi. 1. Dunyoning sutining ofati bo'lsa, uning ta'mi o'zgarib qolsa, ichgan odamga achchiqdi dedi. Demak, Alloh taolo jannatning sutining o'zgarib ketmaydiganligidan xabar berdi. 2. Dunyoning suyining ofati bo'lsa, u uzun turib qolsa, ta'mi va puruqi o'zgarib qoladi. Demak, jannatning suyida bo'lsa, bu ahvol ko'rilmaydi. 3. Dunyoning haraqining ofati bo'lsa, uning ta'mining yoqtirilmaydigan, puruqining sesiq va uningdan kelib chiqadigan mastlik, aqlni adashtirish ekanligidir. Bu ahvol oxiratning haraqidan yiroqdir. 4. Dunyoning hasilining ofati bo'lsa, uning kirlardan xoli bo'lolmaydiganligidir. Jannatning hasilida bo'lsa, bu ahvol ko'rilmaydi. U bak saf hasaldir. Bu Allohning mo'jizalaridan bo'lib, turli ichimliklarning o'stanlar oqidi. Bularning eqishi dunyodagi o'stanlarning eqishiga o'xshamaydi. Texmi ajablanarli yeri, bu o'stanlar eriq yoki ko'l shaklida oqadigan o'stanlar emasdir. Yana uningdagi ichimliklar eng to'liq lazzatni cheklab qo'yadigan hamma ofatlardan pokdir. Allah yana jannatning haraqidan dunyoning haraqida ko'riladigan boshqa yesh,
quruq gap so'z, aqldan adashish va lazzatlanishning bo'lmasliqidek ofatlarning hammasini yo'q qildi. Ammo dunyoning hariqi bo'lsa shaytonning ishi bo'lgan paskina narsa bo'lib, u insonlar orasida o'chmanlik va adovat paydo qiladi. Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sadi. Zina qilishga va boshqa yomon ishlarni qilishga elib boradi va kundashlikni yo'qtadi. U butun yomon ishlarning beshidir. Alloh taolo jannatning hariqini bu ishlarning hammasidan yiroq qildi. İnsanlarning eng esil ishimliklari bo'lmish bu o'stanlarning bir joyda jam bo'lishini o'ylab boqayli. Biri insonlarning ichishi va paklanishi uchundir. Yana biri ularning kuchlanishi va oziqlanishi uchundir. Yana biri ularning lazzatlanishi va xushal bo'lishi uchundir. Yana biri ularning kasallardan shifo tepishi va manfaatlanishi uchundir. Bu o'stanlar nereden eqib chiqadi? Bu o'stanlar jannatning eng ustidan eng ostiga eqib chiqadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, haqiqatan jannatda 100 daraja borki, ularni Alloh uning yo'lida jihad qilganlar uchun tayyorlagan. Har ikki darajaning o'rtasida osmon bilan zamin o'rtasidagidek orliq bor. Shunga Allohdan tilganinglarda uningdan Firdavsni tilanglar. Chunki u jannatning qop o'rtasi va eng oliysidir. Rahmanning arshi uning ustidadir. Jannatning o'stanlari ashuningdan Firdavsdan etilib chiqadi. Dunyoda jannatning daryolaridan 4 bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Sayhan, Jayhan, Furat va Nil har biri jannatning daryolaridandir degan. Yana qarasam Sidratul Muntahaning tuvida 4 daryo bo'lib, 2 ichki daryo jannatdagi daryolardir. 2 tashqi daryo bo'lsa Nil bilan Furatdir degan. Bu daryolar dunyoda oqadigan tursa, qandoqsiga yana jannatda bo'ladi? Bu daryolarning asli jannatidir. Xuddi dengizlardagi, ko'llardagi suvlarning ko'pinchisining asli yomg'ir suvi bo'lgandek, yomg'ir suvi daryolarda oqadigan, ko'llarga quyiladigan bo'lsa-mu, uning asli osmondan keladi. Shuningdek, bu daryolarning suvi jannatdagi daryolardan ta'minlanadi. Jannatdagi daryolarning eng kattasi Kavsardir. Kavsar bak ko'plikka dalolat qiladigan sifatdir. Kavsar havuzni suv bilan ta'minlaydigan daryodir. Undaqda Kavsar daryosining suvining sifati qandoq? Uningdagi ne'mat va xushalliqning shakllari qandoq? Ko'p hadislarda Kavsarni havuzning sifatlariga o'xshab ketadigan sifatlar bilan sifatlagan. Buningdan ba'zi ahli ilmlar Alloh taolaning biz haqiqatan sana Kavsarni ato qildik degan so'zida kelgan Kavsar bo'lsa havuzdir deb qaragan. Lekin shu narsa aniqki, havuz qiyomat kuni mahsharda bo'ladi. Ammo Kavsar bo'lsa jannatdagi daryodir. Bu ikkisining orasidagi aloqa bo'lsa, Kavsar daryosi havuzni suv bilan ta'minlaydi. Buningdan havuz Kavsar daryosining bir tarmoq ekanligini ko'rib yetamiz. Bu ikkisining sifatlari o'xshashdir. Kavsar daryosining sifati. Kavsar daryosi jannatning daryolarining biridir. Jannatning daryolari ko'zlar ko'rib boqmagan, quloqlar anglab boqmagan va qalblarga kechib boqmagan darajada suvlari shirin va go'zaldir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kun Nabiy sallallohu alayhi va sallam biz bilan birga edi, tuyuqsiz bir oz mo'gdab qoldi. Andan tabassum qilgan holda beshini ko'tardi. Biz, "Ey Rasululloh, nima sababdan kulimsirdilar?" desak, "Menga bayatin bir sura nazil qilindi" dedi va orqadan nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Biz sana haqiqatan nurg'un yaxshiliklarni ato qildik. Parvardigoring uchun namoz o'qigan va qurbonlik qilgan. Haqiqatan sening dushmaningning nom nishoni qolmaydi. Kavsar surasi 1-oyatdan 3-oyatlargacha degan oyatni o'qidi. Andan Kavsarning nimaligini bilamsizlar dedi. Biz Alloh va uning payg'ambari obdan bilguchidir desak, Rasululloh dediki, u bir daryo bo'lib, Parvardigorim uni menga va'da qildi. Uningda ko'p yaxshiliklar bordir. U havuz bo'lib, qiyomat kuni ummatim uning yeniga keladi. Uning qachonlari yulduzlarning sonidakdir. Ummatimning ichidan bir banda havuzdan haydaladi. Men, ey Rabbim, u mening ummatimdan edi deyman. Alloh uning sendan keyin nimalarni paydo qilganligini bilmaysan deydi. Daryoning ikki tarafi kavak rivoyatdan qubbali qasrlardir. Daryoning o'ng va so'l ikki tarafi kavak yoqut qubbali qasrlar bilan qo'rsalgan bo'lib, bu uning naqadar go'zalligini bildiradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, jannatda ketib o'tib ikki qirg'iqi kavak rivoyatlar bilan silingan gumbazli qasrlardan bo'lgan bir daryoning oldiga kelib qoldim. Jibrilga, "Bu nima ey Jibril?" desam, u "Bu sana Rabbing ato qilgan Kavsardir" dedi. Qarasam uning leyi yoki bo'yi o'tkir mishki anbar ekan. Bu Alloh taolaning biz haqiqatan sana nurg'un yaxshiliklarni ato qildik degan so'ziga ishoratdir.
Ya'ni farishta qo'li bilan daryoning ostiga urib, daryoning leyini chiqardi va uni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'rsatdi. U bo'lsa mishki anbar edi. Bu eng esil xushbo'roq narsadir. Bu daryo marvoyit va yaqutlarning ustida oqidi. Bu daryoning go'zal va ko'rkamligining jumlasidan uning leyi mishki anbardir. Mishki anbarning ustiga tashlangan toshlar marvoyit va yaqutlarning javharlari bo'lib, bularning parqaroqligi va ko'rkamligi daryoga texmi go'zallik qatadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Kavsar jannatdagi bir daryo bo'lib, uning ikki tarafi oltindandir. U marvoyit va yaqutlarning ustida oqidi. Uning to'pisi ipardanmi xushbo'y, suyi asaldimi shirin, qardimi oqdir degan. Kavsarning bo'yida bo'yinlari to'gilarning bo'yinlariga o'xshash qushlar bor. Kavsar daryosining atrofida qushlar bo'lib, bu qushlar daryoga zinnat bag'ishlaydi va atrofidagi kishilarga tasalli beradi. U bak chiroyli va cho'ng qushlar bo'lib, har bir qushning bo'yni to'gining bo'yniga o'xshashdir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Kavsar degan nima deb so'ralgan edi. U zot u bir daryodirki, Alloh uni menga ato qildi. Uning suyi sutdan muaq, asaldan shirin, uningda qushlar bor bo'lib, bo'yinlari tugularning bo'yinlariga o'xshashdir dedi. Umar haqiqatan bu bakli semiz huzurliqkan degan edi. U zot uni yeguchilar uningdami katta huzurga sazovar dedi. Bu nima degan go'zal sifatlash ha? U bo'yinlari tugularning bo'yinlariga o'xshash yo'g'on qushlardir. Ta'mi lazzatlik budunilardir. Umar radhiyallohu anhu bu bakli semiz huzurliqkan degan chaqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar berib, uni yeguchilar uningdami katta huzurga sazovar dedi. Bu qushlarni yegan jannat ahli daryoning atrofida marvoyat va yaqut chidirlarda o'ltirib huzur surdi. Kavsar daryosining atrofida kavak marvoyatlardan silingan gumbazli qasrlar bo'lganidek, uning atrofida yana kavak marvoyatlardan yasalgan chidirlarmi bor. Bu jannat ahliga huzur halovatning texmi ziyoda bo'lishi uchundir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, jannatga ketib o'tib, ikki qirg'iqi kavak marvoyatlar bilan silingan gumbazli qasrlardan bo'lgan bir daryoning oldiga kelib qoldim. Jibrildan bu nima Jibril desam, bu sana Rabbang ato qilgan Kavsardir dedi. Qarasam, uning leyi yoki bo'yi o'tkir mishki anbar ekan. Bu Kavsardan Nabiy sallallohu alayhi vasallam ichidi va huzurlandi. O zatning ummatimi ichidi va huzurlandi. Allah'tan bizni Kavsarning bo'yida uchrashishga nasib qilishini so'raymiz. Amin. Yo'rutma. Alloh taolo aslatish va qiziqtirish uchun dunyoda jannatning daryolaridan 4 daryoni qildi. Jannatning qochilari. Tamoq yegan va ichimlik ichganda qochilar qancha go'zal va chiroyli bo'lsa, uningdan oladigan huzur halovat shuncha cho'ng bo'ladi. Undaqda jannatdagi qochilar nimadan iborat? Uning turlari qandoq? U nimadan yaratilgan? Dünya va oxiratdagi qochilarning va evroqlarning ismlari o'xshashdir. Lekin jannatdagi qochilarning yasalgan moddasi, ko'rkamligi va uningdan oladigan huzur dunyoning qochilariga o'xshamaydi. Jannatning qochilari jannat ahlini aylanib turadi. Mu'min qochsini elish uchun o'rnidan turishga muhtoj bo'lmaydi. Balki qochilar ularning oldilariga kelib turadi va ularni aylanib turadi. Alloh taolo aytadi: "Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi." Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Zuhra surasi 71-oyat. Jannat ahli jannatda barqaror bo'lgandan keyin ularni turli taomlar bo'lgan oltin qochalar va ichimliklar bo'lgan jamlar aylanib turadi. Bu ko'ngillar tortadigan va ko'zlar lazzatlanadigan qochalar va jamlardir. Jannat ahli bu qochalardan va jamlardan yeydi, ichidi va lazzatlanadi. Ularga xushalliqini texim voyaga yetkazish uchun sizlar jannatda mangu qolgan holatda bu ne'matlarning ichida yashaysizlar. Bu ne'matlar sizlardan kemiyib ketmaydi va yo'qolib ketmaydi deyiladi. Bu go'zal qochilar jannat ahli kirsilonlarda hurmatlangan holda o'ltirgan, uylarda xotirjam turgan vaqtlarda ularni aylanib turadi. Allah Taala aytadi: "Ularga tamoq qachirilgan kumush taqsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidak suzuk jamlar aylantirib sunilib turadi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ichkichilarning ehtiyojidan eshmi qolmaydi, kemiyibmi qolmaydi." Inson surasi 15-16-oyatlar. Demak, jannat ahliga jannatning xizmatkorlari oltin va aynak qochilarni va jamlarni aylantirib turadi. Ichimlik qochilarining turlari. Oyatlarda jannat ahlining ba'zida jamlardan ichadiganligi, ba'zida jumaklik qadahlardan ichadiganligi haqida bayonlar kelgan. Qochining xam moddasi.
Jannatning qochilari oltin kumushdandir. Shuning uchun Alloh taolo dunyoda oltin kumushdan yasalgan qochillarni ishlatishni harom qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ipak raxtlarnimi, tovar durdurlarnimi kiymanglar. Oltin kumush qochillarda ichmanglar. Uningdan yasalgan taxsilardimi tamoq yemanglar. Chunki bular bu dunyoda kofirlarga, oxiratda bizga xosdir degan. Yana kumush qochida ichgan odam amaliyotda qo'rsqig'a do'zax o'tini gupildatib ichayotgan bo'ladi degan. Bular jannat ahlining qochillari, xushpuroqlari va go'zalligidir. Tajriba savoq. Go'zal qocha ichimlikka taxmi go'zallik qatadi. Jannat ahlining kiyimi va zibu-zinatlari. Kiyim-kechak inson uchun zinnat va go'zallikdir. Jannat ahlining badallari va terilari go'zallikning eng yuqori darajasida bo'lib, agar ular chiroyli kiyimlarni kiysa, go'zalligi taxmi ziyoda bo'ladi. Undaqda bu kiyimning turi nima? Jannat ahlining bu kiyimlarga qanday hojati bor? Ular kiyim kiyishda farqli bo'lamdi. Alloh taolo jannat ahlining kiyimlarining eng chiroyli va eng yumshoq kiyimlar ekanligini bayon qilib aytadi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qalin, yupqa ipak kiyimlarni kiyib bir-biriga qarab o'ltirishadi. Duxon surasi 51-oyatdan 53-oyatlargacha. Demak, jannat ahli atrofida o'stanlar eqib turgan, ustida qushlar uchib turgan, soyalari uzun, go'zal bog'chalarda yashaydi. Ular bu ne'matning ichida yana nepiz ipak kiyimlarni kiydi va kiyimlarni taxmi farqroq qiladigan qalin ipak kiyimlarni kiydi. Ular buning hammasidan jannatda uns ulfat va huzurning taxmi ziyoda bo'lishi uchun krislolarda bir-biriga qarishib, bir-birini yaxshi ko'rgan holda o'ltirdi. Bu ne'mat va bu holat ularga davomli bo'ladi. Chunki ular o'zlariga o'lim va kasallikning kelib qolishidan ansirmaydi. Parvardigorimiz bu oyatda go'zal sifatlagan. Ana shular ostidan o'stanlar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi. Jannatda ular oltin bileziklarni soladi, nepiz va qalin ipakdan ishlangan yechil kiyimlarni kiydi. Oltin va esil raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Kahf surasi 31-oyat. Ular hamisha turadigan jannatlarga kirdi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyatlarni taqaydi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Kiyimlarning turi. Jannat ahlining kiyimlari nepiz va qalin ipakdan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har vaqt o'zining va ashablarining qalblarini jannatga, jannatning ne'matlariga va kiyimlariga qiziqtirib turadi. U zotga bir ipak to'n hadiya qilinib, ashablari to'nni tutib boqib, yumshoqligidan hayron qolishgan edi. Rasululloh buning yumshoqligidan hayron qolib Said ibn Muazning jannatdagi qo'l-yoqliqlari buningdan obdarroq yoki yumshoqroq dedi. Bu hadisda tilga olingan Said ibn Muaz radhiyallohu anhu Xandak g'azotasidan keyin shahid bo'lgan. Jannat ahlining kiyimlari ko'nrab qolmaydi. Jannat ahlining kiyimlari ko'p kiyganlik bilan ko'nrab qolmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki jannatga kirsa, ne'matga sazovor bo'ladi. Baxtsizlikka duchor bo'lmaydi. Kiyimlari ko'nirmaydi va yoshliqqa yo'qimaydi degan. Jannatning ko'rpillari. Jannat ahli o'zlariga xizmat qiladigan xizmatkorlar bilan yuzlari yurib, badallari huzurlangan holatda o'lib ketish yoki kasal bo'lib qolishdan xotirjam bo'lish bilan birga eng chiroyli kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yeb va eng yaxshi ichimliklarni ichgan vaqtda yo'linib o'ltiradigan krislolarga va taki qiladigan yostiqlarga ko'ngli tortadi. Jannatning ko'rpillari go'zallik, yumshoqlik va rohatning eng yuqori chekida bo'lib, uning ustida o'ltirgan va uni yo'gangan kishi zerikib qolmaydi. U bak esil ko'rpillardir. Alloh taolo kitobida jannatning ko'rpillarini zikr qildi va uniga qiziqtirdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning egiz, yumshoq to'shaklardan bahramand bo'ladi degan oyatini o'qib, u ko'rpillarning egizligi osmon bilan zaminning orliqidakdir. U ikkisining orliqidagi masofa 500 yillikdir degan. Bu ko'rpilarning siliqliq va yumshoqligining jumlasidan Parvardigorimiz bu ko'rpilarning ichining bak yumshoq va siliq ekanligidan xabar berdi. Undaq bo'lgan ekan, uning tashining bak siliq va yumshoq ekanligiga gap ketmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Alloh taolaning ular asarlari qalin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'linadi. Ikki jannatning mevasi turgan, o'ltirgan, yotgan odamni uzalaydigan darajada yaqindir. Rahmon surasi 54-oyat. Degan oyat haqida sizlarga ko'rpilarning ichilari xabar berildi. Undaqda uning toshlari qandoq bo'lmoqchi degan. Bu ko'rpilarning ichi shundoq yumshoq bo'lgan ekan. Badan tegib turadigan va ko'z ko'rib turadigan teshimi shuncha yumshoq bo'ladi. Mukofot. Kimki dunyoda harom kiyimlarni tark etsa, oxiratda jannatning kiyimlari bilan mukofotlanadi.
Mo'minlarning sabiy ballari jannatda. Mo'minlarning o'lib ketgan chog'dagi yoshlari har xil bo'ladi. Ba'zilari kichik vaqtida, ba'zilari yosh vaqtida, ba'zilari qariqanda o'lib ketadi. Ammo yosh vaqtida yoki qariqanda o'lib ketganlarga kelsak, ulardan qiyomat kuni amallarga qarata hisob ilinadi. Undaqda o'lib ketgan sabiylarning holi qanday bo'ladi? Ulardan amallariga qarata hisob ilinadi yoki ota-onasiga tavba qilinadi. Olamlarning parvardigori Alloh eng marhamatli zotdir. Allohning rahmati azobining oldiga, apusi g'azabining oldiga o'tib ketgandir. Apu qilish va mag'firat qilish uningga azoblashdan suyumlikdir. Mo'minlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan sabiy bolalarga kelsak, ularmi jannatda bo'ladi. Alloh ularni jannatda ahliga qo'shish bilan mukofotlaydi. Ota-onalar Allohning fazl marhamatida bolalari bilan jam bo'lib xushal bo'ladi va ko'ngillari arom topadi. Alloh taolo aytadi: O'zlari iymon etgan, avlodlarimi ergishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir. Tur surasi 21-oyat. Bu oyatdagi Alloh taolaning ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz degan so'zining ma'nosi, Alloh taolo otalarning ajrlarini kemaytib, ularning darajalarini bolalarning darajalariga tushirib qo'ymaydi, balki bolalarni otalarning darajasiga ko'taradi deganlikdir. Ibn Umar roziyallohu anhuma Alloh taolaning har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxda mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatman mo'minlar buningdan mustasno. Muddassir surasi 38-39 degan oyatini o'qib, ular musulmonlarning sabiy bolalaridir degan. Ulardan amal hisobi ilinmaydi, balki Parvardigori ularni oilasiga qo'shadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, qandoqliki ikki musulmonning balog'atga yetmagan 3 bolasi vafot bo'ladi ekan, Alloh u bolalarga o'z fazli bilan rahim shafqat qilib, u kishini jannatga kirgizib o'tadi. Ularga jannatga kiringlar deyiladi. Ular ota-onamiz kelganda, ota-onamiz kelganda, ota-onamiz kelganda deydi. Shuning bilan ularga sizlarmi, ota-onalarmi billa jannatga kiringlar deyiladi. Parvardigorimiz bizga nima degan marhamatlik? Yana Allohning fazilati jumlasidan onasining bo'yidan ajrab tushib ketgan homilami qiyomat kuni ota-onasiga manfaat yetkazadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qandoqliki ikki musulmonning balog'atga yetmagan 3 bolasi vafot bo'ladi ekan, Alloh u bolalarga o'z fazli bilan rahim shafqat qilib, u kishini jannatga kirgizib o'tadi deganda ashabilar: "Ey Rasululloh, 2 bo'lsa-chu deganida, u zot 2 bo'lsa-mu shundoq bo'ladi" dedi. Ashabilar: "Ey Rasululloh, 1 bo'lsa-chu deganida, u zot 1 bo'lsa-mu shundoq bo'ladi" dedi. Ondan Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Jinim o'kida bo'lgan zot bilan qasamki, onasi Allohdan ajratilib savr qilsa, tushib ketgan bola onasini hamri bilan jannatga tortadi" dedi. Hadisdagi tug'ilish vaqti kelishdan burun onasining qo'rsiqidan o'lik holatda tushib ketgan homilani ko'rsatdi. Masalan, 5-oyda yoki 6-oyda yoki unidan keyin tushib ketadi. Alloh taolo g'amkin onasiga rahmat qilish yusidan homilani hamri bilan onasini jannatga so'rab mengishga muvaffaq qiladi. Hozir mu'minlarning o'lib ketgan sabiy bolalari nada? Hozir u bolalar anbiyalarning dadasi İbrahim alayhissalomning kafolatidadir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning bolalari jannatda bo'lib, ularga İbrahim alayhissalom kepil bo'ladi degan. Rahmat. Qiyomat kuni sabiy bolaning ota-onasiga shafaat qilishi. Allohning sabiy o'lib ketgan bolaning ota-onasiga rahmatining jumlasidandir. Jannat ahlining ko'pinchisi. Jannat ahlining birmuncha sifatlari va Allohning fazl marhamatidan keyin jannatga kirishiga sabab bo'lgan birmuncha amallari bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir turlik insonlarni zikr qilgan bo'lib, ular jannat ahlining ko'pinchisidir. Undaqda ular kimlar? Nima uchun ular jannat ahlining ko'pinchisi bo'ldi? Jannatga kirdiganlarning ko'pinchisi boshqa insonlar ancha parvo qilib ketmaydigan kambag'al bechoralardir. Lekin ular Parvardigoriga yoshirin ibodat qilganligi, Parvardigoriga xor bo'lganligi va Allohga haqiqiy qulchilik qilganligi uchun Allohning nazarida ulug' insonlardir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, sizlarga jannat ahlini aytib beraymi? Ular ojiz, bo'zaq qilinadigan kishilarga Allohning nomi bilan qasam qilsa, Alloh ularning qasmini buzdirmaydi. Sizlarga do'zax ahlini aytib beraymi? Ular qo'pol, ko'ranglab mangadigan, po'qursoq, hakavur kishilardir. Yana aytdi: Jannatning darvozasi oldida turib qarasam, uningga kirganlarning ko'pchiligi kambag'al bechoralar ekan. Boylar bo'lsa, hisob kitoblari o'zrab ketgachga mahshargohda to'xtatilib turibdi. Lekin do'zaxiy kofirlar do'zaxga haydalishga buyurilib bo'lgan ekan.
do'zaxning darvozasi oldida turib qarasam, uningga kirganlarning ko'pchiligi ayollar ekan. Demak, bechoralar va miskinlar jannatga to'liq kirib bo'lguncha boy va mol dunyo egalari jannatga kirishdan to'xtatib qo'yiladi. Birovning boyliq egalarining hammasi do'zaxiylar ekan deb o'ylab qolmaslik uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam mo'minlardan bo'lgan boylarning jannatga kiradiganligiga diqqat tartib, jannatga qarasam uningdagilarning ko'pinchisining kambag'allar ekanligini ko'rdim degan. Jannatda erlar ko'prakmi yoki ayollarmi? Bu masalani ashablar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning yanida muzokara qilishgan edi. U dedi: Abul Qasim sallallohu alayhi vasallam mundaq demaganmi? Jannatga kiradigan tunji jamoatning surati oy to'lgan kechisidagi to'lin oyning suratida bo'ladi. Ular jannatda tukirishmaydi, meshqirishmaydi va tarat qilishmaydi. Jannatda ularning qachisi oltindan, tag'oqlari oltin bilan kumushdan, isiriqdonlardagi yiqilg'ulari ud hindi, tarlari mushk bo'ladi. Ularning jannatdagi erlarning har birining go'zalligidan, pojoqlarning yeliki sirtidan ko'rinib turadigan ikkidan hur pari ayoli bo'ladi. Bu hadisda shu narsa aniqki, jannatda ayollar erlardan ko'prakdir. Jannatda ayollarning soni erlardan bir hassa yoki uningdan ko'prakdir. Bu haqda yuqorida to'xtalgan edik. Bundan keyin mazmunlarda solih ayollarning jannatda erishadigan ne'matlari, shahlo ko'zlik hurlar erishadigan ne'matlardan katta bo'lganligi haqidagi bayonlar keladi. Fiqh. Hayotdagi muvaffaqiyat mol dunyo to'plash emasdir. Chunki davlatman kishilar jannatga kirishda to'xtatilib qo'yiladi. Jannatda islom ummati qanchalik bo'ladi? Jannat u hamma ummatlarning ichidagi mo'minlarning qaytadigan joyidir. Ularning hammasi jannatning ne'matlari va xushalliqlardan o'xshash huzurlandi. Lekin ummatlar jannatda sonlarning ko'pligi jihatda farqli bo'ladi. Undaqda jannatdagi soni eng ko'p bo'lgan ummat qaysi? Jannatda islom ummatining miqdori qanchalik? Jannatga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatidan bak ko'p insonlar kirdi. Ularning sonini Alloh eng obdan bilguchidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Menga barliq ummatlar ko'rsatilgan edi. Ba'zi anbiyalar ummati bilan, ba'zi anbiyalar bir qancha kishi bilan, ba'zi anbiyalar 10 kishi bilan, ba'zi anbiyalar 5 kishi bilan, ba'zi anbiyalar o'zi yolg'iz o'tkili turdi. Andan men nurg'un kishilarning qarsini ko'rib, "Ey Jibril, avlar mening ummatimmi?" deb so'rasam, u "Yo'q, lekin ufuqqa qaragan devdi. Shunda qarag'dak bo'lsam, nurg'un kishilarning qarsi ko'rindi. U menga avlar sening ummating. Ularning oldidagi avlar 70 mingdir. Ularga hesabmi, azobmi yo'q" dedi. Men nima uchun desam, ular dog'lanib davolanmaydigan edi. Jahiliyatda salgandek dam salmaydi. Qushlardan shumpal olmaydi. Rabbiga tavakkul qiladi, dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu sifatlarni zikr qilib, hisob ilinmasdan va azob qilinmasdan jannatga kiradigan 70 ming kishini zikr qilganda, ashablar ularning qatoridan bo'lishga qiziqdi. Buni anglab, Ukkasha ibn Mihsan o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, mening ashulardan bo'lishimga duo qilib qo'ysalar" dedi. Rasululloh, "Ey Alloh, uni shulardan qilib atkaysan" deb duo qildi. Undan keyin boshqa bir kishi o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, meningmi ashulardan bo'lishimga duo qilib qo'ysalar" dedi. Rasululloh uningda Ukkasha oldinga o'tib ketdi dedi. 80 sab. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jannatda ummatining ko'p ekanligini bayon qilib, jannat ahli 120 sab bo'ladi. Ulardan 80 sab bu ummatdandir degan. Yana bir kuni ashablarga nafsim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, men sizlarning jannat ahlining 4dan birini tashkil qilishinglarni umid qilaman dedi. Biz buni anglab takbir aytib edik. Rasululloh, "Men sizlarning jannat ahlining 3dan birini tashkil qilishinglarni umid qilaman" dedi. Biz buni anglab yana takbir aytib edik. Rasululloh, "Men sizlarning jannat ahlining yarmini tashkil qilishinglarni umid qilaman" dedi. Biz buni anglab yana takbir aytib edik. Rasululloh, "Sizlar kishilarning orasida qora o'kizning biqinidagi bir tal oq tuktak yoki oq o'kizning biqinidagi bir tal qora tuktak oz bo'lasizlar" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa anbiyalarga qaraganda agashkuchilarning eng ko'p ekanligidan xabar berib aytadi. "Men qiyomat kuni anbiyalarning ichida agashkuchilari eng ko'p bo'lg'uchidirman. Men jannatning darvozasini chekkuchilarning eng avvaliman" degan. Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallamning ummatining ko'p bo'lishidagi sabab. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning insonlarni islomga da'vat qilib, ular bilan turgan muddati boshqa anbiyalarning qavmini da'vat qilib turgan muddatidan qisqadir. Yana ilgirki ummatlarning soni bizning ummatimizning sonidan oz emasdir. Alloh ilgirki ummatlarning son jihatda bizdan ko'p ekanligini zikr qilib aytadi. "Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan, halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular
kuch quvvatda sizlardan kuchlik, mol mulki va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Tövbe surasi 69-oyat. Lekin buning sababi shuki, Alloh eng obdan bilguchidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning eng cho'ng mo'jizasi aqllarga xitob qiladigan, qalblarni o'ziga asir qiladigan va insonning ruhiga ta'sir qiladigan Qur'ondir. U qiyomat bo'lgan qadar har qanday o'zgarish va burmilashlardan saqlanadigan mangulik mo'jizadir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, qandaq bir nabiy bo'ladigan, uningga kishilarni iymon etqizgudak mo'jiza ato qilingan. Menga ato qilingan eng cho'ng mo'jiza Alloh menga vahiy qilgan Qur'ondir. Shunga men qiyomat kuni anbiyalar ishidagi agashkuchisi eng ko'p bo'lgan nabiy bo'lishni umid qilaman. Musobaqalashish. Ukkasha radhiyallohu anhuning himmati, jur'ati va yaxshiliklarga aldirishi uni boshqalarga nisb bo'lmagan duoga nail qildi. Jannat ahlining xizmatkorlari. Jannat ahli shundoq bayoshat va rohat farog'at turmushning ichida bo'lsa-mu, ular uchun qarash bilan ko'zlar huzurlanadigan, uchrashish bilan ko'ngillar xushal bo'ladigan xizmatkorlar bo'ladi. Undaqda jannat ahliga kim xizmat qiladi? U xizmatkorlarning qanday sifatlari bor? Ularning soni qancha? Jannat ahlini chiroyli g'ilmonlar aylanib xizmatini qilib turdi. Bu g'ilmonlar ularga xizmat qilish uchun tayyorlangan bo'lib, go'zallikda kun nurmi tegmagan, shamolmi tegmagan, sadabdan chiqmagan ap-aq go'harga o'xshashdir. Alloh taolo aytadi: "Go'yo sadabning ichidagi go'hardek chiroyli g'ilmonlar ularni aylanib yurib, ularning xizmatini qiladi." Tur surasi 24-oyat. Qarimay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chag'ında ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab, ularni terilib ketgan marvoyatmikin deb qalasan. Inson surasi 19-oyat. Bu oyatdagi g'ilmonlar so'zi bo'lsa, jannat ahliga xizmat qiladigan g'ilmonlarni ko'rsatadigan bo'lib, ular yuzlari parqirab turadigan yoshlardir. Ular ranglarining go'zalligi, yuzlarining parqiraqligi va ko'p tarqalganligi jihatdan terilib ketgan marvoyatga o'xshaydi. Ular qarimaydi, ahvollari o'zgarmaydi va o'lmaydi. Bular jannat ahliga xizmat qilish uchun Alloh taolo jannatda yaratgan maxluqlardir. Jannatning xizmatkorlarining soni qancha? Jannat ahlining xizmatkorlari bek ko'pdir. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma har bir jannat ahlining 1000 xizmatchisi bo'ladi. Har bir g'ulomning bir xizmati bor bo'lib, bu xizmatni uning hamrohi qilmaydi degan. Bayoshatliq. Jannat ahlining xizmatkorlari hurmatlanadigan oilalari va ijil bo'lishadigan juftillari bo'ladi. Doktor Muhammad al-Arifi, Sajiya Islom tadqiqot markazi.